Yurtimizning turli nuqtalaridan o'tib qaytuvchilar aynan mana shu manzilga bir bo'lsa ham to'xtab o'tadi. Bu Samarqand shahri va u yerdan non xarid qilishadi. Va galdagi lavhamiz orqali sizga hikoya qilmoqchi bo'lgan nonimizning tarixi esa asrlarga teng. Bu non Samarqand viloyatining Narpay, Kattaqo'rg'on va Pastdarg'om hududlarida keng tarqalgan chandir patir. Bu maxsus usulda tayyorlanadigan patir qalin, yirik va uzoq saqlanadigan, xushbo'y va mazali bo'lgani uchun asrlar davomida savdogarlar, sipohi va sarbozlarning doimiy hamrohi bo'lgan. Nega chandir patir? Samarqand novvoychilarining eng qadimiy namunalaridan biri haqida muxbirimiz hikoya qiladi. Samarqand viloyati Pastdarg'om tumanida mehnatkashligi bilan el ichida aziz bo'lib kelayotgan Chandirlar qishlog'ida chandir patir pishirilishi haqida bilarmidingiz? Asrlar mobaynida boy tarixga ega bo'lgan bu nonni pishirayotgan nonvoylar, ya'ni Gulnoraxon opa bilan birgalikda bu nonning pishirilishi, tarixi, kelib chiqishi va sir asrorlari haqida sizlar bilan o'rtoqlashamiz. 2 kilo undan qoriladi har bitta patirimiz, bir kosa moy ketadi, qaymoq bilan sariq moy aralashtirib isitamiz. Keyin damini oldirib, keyin tandir oqarib turgandan keyin sovutib yapmasam tushib ketadi. Yo'lig'ini bilmasangiz qiyin, juda qiyin buni. Har kim ham yapa olmaydi buni. Kelin bo'lib tushganda qaynonam ham yaxshi qilaydi patirni. Shundan o'rgan o'zimni onam ham patirlarni zo'r qiladi, chandir patirlarni birinchi o'rinda qiladi-da. Shundan o'rganganman. Men yoshlig'ida o'zim shu talantlarni o'zim o'rgatganman. Shu qizimning mana shu mehnatlaridan faxrlanaman, xursand bo'laman. Bolalarning huzini ko'rsin kuyov bilan. Bu patirning qadri yuqori. Xaridorlar uni qadimiy ta'mi uchun izlab kelishadi. Samarqand viloyatimizda boshqa tumanlardan ham, olis tumanlardan ham buyurtmalar berib olib ketadi. Men o'zim ham 10 kilometrdan kelib buyurtmani olib ketyapman hozirda. Patirlar shirinligi, mazasi va kattaligi, hajmi jihatdan juda bir yaxshi mahsulot hisoblanadi. Xaridorlar ham juda ko'p. Maftuna Ubaydullayeva, Bahrom Abdullayev, Ovoza informatsion dasturi uchun Samarqanddan.